Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Xo'sh, Kia'mizni isparitelini yechgan edik. Isparetel ichi polni shira bosib to'lib ketgan ekan. Buni sababini bilmoqchi bo'ldik. Xullas kalom. Yaxshilab qidirib ko'rdik. Katalizator ichi to'lib ketgan. Mana zaslonka ham joyi, zaslonka ham shira to'lib bo'lgan ekan. Katalizator mana to'lgan ekan. Aslida katalizator to'lgan hisobiga polni воздушный kollektor ichi to'lib bo'lgan. İçini polni praymovka qilib yuvib tozalab chetga qo'yib beramiz. Ikkalasi bir-biriga bog'liq narsa. Mana bu to'lgan. Buni to'lishning sababi esa katalizator ichi to'lib qolgan. Shuni hisobiga bu ham polni saxiy bo'lib ketgan. Xo'sh. Olimmasterga aloqaga chiqinglar, podpisatsiya qilinglar. Shunaqa holatlar bo'lsa, qaltiragan, mashina bo'g'ilgan. Xo'sh, sassiqlar chiqqan mashinadan, gulishlardan, suv oqqan. Shularga o'xshash ishlarni hammasini qilib beramiz. Motor, ходовой, коробка, rulовой kolonka ishlarini ham bajaramiz, esda-chu.